Doktor House iste'dodli va hech kimga o'xshamaydigan tashxischi shifokor Gregory House va uning jamoasi haqida hikoya qiluvchi, janriga ko'ra drama belgilari bor tibbiyotchilar detektivi bo'lmish serial. Teleserial jahonning ko'pgina davlatlarida muvaffaqiyatli namoyish etilgan bo'lib, Peabody va Emmy singari qator nufuzli telemukofotlarni qo'lga kiritgan. Serialning dastlabki qismi 2004-yil 16-noyabrda Fox telekanalida efirga uzatilgan. 8-faslning taqdimoti esa xuddi shu telekanalda 2011-yil 3-oktyabrda bo'ldi. 2012-yil 8-fevralda Fox telekanali 8-fasl yakuniy bo'lishini ma'lum qilgan edi. Serial dunyoning ko'p davlatlarida, turli telekanallarda namoyish qilindi, jumladan bizda ham. Doktor House asosan ikkita soha, buyrak kasalliklari va yuqumli kasalliklarga ixtisoslashgan juda usta tashxischi shifokor. Lekin fe'l-atvoridagi ayrim o'ziga xos jihatlari tufayli bemorlar va hamkasblar uni yoqtiraverishmaydi. Serial voqealari rivoji davomida Doktor House va uning hamkasblari bemorga uning kasallik alomatlariga qarab tashxis qo'yishadi. Tashxis ko'pincha xato bo'lishi ham mumkin, lekin bu borada House'ning taxminlari ko'pincha to'g'ri chiqadi. Tibbiyotdagi qiziq hodisalardan tashqari, serialda House'ning hamkasblari va do'stlari bilan munosabati ham ochiladi. U o'zining bir turli hayotiy falsafasi va ziddiyatli jozibasi bilan odamlarni sinashni va kuzatishni yoqtiradi. Lekin o'z navbatida odamlar ham House'ga ta'sir ko'rsatadi. Ular bilan munosabatda va muomalada bo'lish davomida shifokor o'zi uchun yangi nimalarnidir kashf etadi. Serialning texnik maslahatchisi Dr. Liza Sanders New York Times gazetasida tibbiyotga bog'liq maqolalarni e'lon qildi. Aynan uning maqolalari serialning ijrochi prodyuserlaridan biri Paul Attanassioga tibbiy tekshiruv haqida g'oya berdi. G'oya muallifi David Shorning aytishicha, Holmes familiyasiga o'xshagani uchun House familiyasi qo'yilgan. Sherlock Holmes 221-B uyda yashagan. House esa 221-uyda B harfi ostidagi xonadonda turadi. 7-faslning 13-qismida House'ning haydovchilik guvohnomasida Baker Street manzili ko'rsatilgan. Bu Sherlock Holmes yashagan ko'cha. Serial New Jersey shtatida, shuningdek Los Anjelesda suratga olingan. Doktor House 2005-yilda eng yaxshi dramatik serial ssenariysi, 2008-yilda eng yaxshi drama rejissurasi yo'nalishida Emmy, 2006 va 2007-yilda dramatik serialning eng yaxshi aktyori nominatsiyasida Oltin Globus bilan mukofotlangan. Bundan tashqari serial turli nominatsiyalarda, jumladan eng yaxshi dramatik serial yo'nalishida ketma-ket bir necha yil davomida turli mukofotlarni qo'lga kiritgan.